Maktabga telefon olib kelish mumkinmi? Yoki bo'lmasa maktabda o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarning telefonini olib qo'yish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 21-maydagi 139-sonli qarori bor. Unga asosan maktabga telefon olib kelishi mumkin. Ya'ni ta'lim oluvchi ta'lim muassasasiga kelgan vaqtida telefonini xuddi o'sha qarorda aniq ko'rsatib qo'yilgan, telefonini o'chirib qo'yish yoki ovozsiz rejimga qo'yib qo'yish kerak. Nimalar qat'iyan taqiqlanadi? O'quvchilar telefonini bo'yniga osib yurish, stol ustiga qo'yish, musiqalarni naushnik orqali eshitish, atrofdagilarga zo'ravonlik, shafqatsizlik, pornografik targ'ib qiluvchi video va suratlarni namoyish qilish, o'quv mashg'ulotlari vaqtida telefondan SMS yozishmalar, Telegram yozishmalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Yana shunaqa banda borki, ta'lim muassasasidagi elektr tarmoqlardan foydalangan holatda telefonni quvvatlash mumkin emas. O'quvchilarning telefonlarini o'qituvchilar olib qo'yishi mumkin. Albatta olib qo'yishi mumkin. Bu qarorda ham, nizomda ham ko'rsatilgan. Bu haqida direktor nomiga bildirishnoma yozadi. O'qituvchi ota-onasini chaqirib, nimaga asosan telefonini olib qo'yganligi holati bo'yicha